Ana u Samatni qo'yini o'g'irlashibdi. O'g'ri bo'lganimda undan o'g'irlamasdim. U sportchi-ku. Ushlasa dabdalasini chiqaradi, to'g'rimi? Derazani sindirgan, qo'yini o'g'irlagan. Siniqlari yerda yotibdi. O'g'ri derazani sindirib, ichkariga kirgan. Itingiz ham o'zingizga o'xshaydi. O'g'rini ko'rsa ham indamaydi. Shoshma. Qanday qilib? Derazani tashqaridan ursa, siniq ichkarida bo'ladi. It ham indamagan. Demak, o'g'ri begona emas. Aslida Samat yaxshi bola. Xotinidan qo'rqishini aytmasa, aytgan so'zida turadi. O'tgan haftada qarzimni beraman dedimi, berdi. Juda ham yaxshi odam. Qarzini qaytargan. Batirbek, o'zing o'ylab ko'r. O'z uyimdan men... To'xta. Meni fikrim shunday. Seni do'konda qarzing bor edi. Shunga qo'yingni sotib, do'kondagi qarzingni uzgansan. Xotining bilsa, dabdalangni chiqarardi. U bilmasligi uchun qo'ra derazasini sindirib, qo'yim o'g'irlandi deb menga kelgansan. Shunaqa. Yo'q, unday emas. Unda nega it indamagan? Nega deraza siniqlari ichkarida emas, tashqarida yotibdi? Tashqaridan sindirilsa, ichkarida bo'lish kerak-ku. O'zing sportchi ekansan. Seni qo'yingni kim o'g'irlaydi, Samat? Butun qishloq sendan qo'rqadi axir. To'g'rimi? Batirbek, iltimos. Xotinimga bu haqida aytmay qo'y. Ay, yasha bor. Mana bu arizang. Ushla. Hech kimga hech nimani aytmayman. Rahmat, Batirbek.